Assalomu alaykum. Men Yunusova Gulchehra, oliy toifali ayollar va bolalar massaj mutaxassisi bo'laman. Men bu massaj sohamni rivojlantirish uchun albatta ayol loyihasiga murojaat qildim va ular taklifimni rad etishmadi va bu loyihada ishtirok etdim. Meni moliyalashtirishdi va o'z massaj sentrimni, Gulli 86 massaj sentrimni ochdi. Boshida menda qo'rquv bor edi. Ocha olmaymanmi, qo'limdan keladimi dedim. Menga bu loyihadagi hamma ekspertlar, kuratorlar hammaligi menga oching deb juda ham katta motivatsiya berishdi va bu motivatsiyani orqasida ko'rib turganingizdek massaj sentrimni ochdim. Qo'rqmasdan shu loyihaga kelib ishtirok etishinglarni men sizlarga tilab qolaman. Jamiki ichida qo'rquvi bor qolgan ayollarni shu ayol loyihada ishtirok etishinglarni taklif qilib qolaman.